Kokteyl tayyorlaymiz. Kimga deysizlarmi? Gullarimiz uchun kokteyl tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi magniy sulfat, aptechniy yod, pipetka va ikkita 5 litrlikda suv. Bu nimaga ikkita deyotganim, bittasi ildizidan quyishiga, bittasi sepishiga. Tak, qaranglar. Ildizidan quyishiga sal ko'proq oldim. 4 gram magniy sulfatni tarozda tortib oldim. Mana 4 gram tarozda tortib oldim. Qaranglar. Solamiz va pipetkada 1, 2, 3, 4 tomchi soldim. Bo'ldi. Bunimiz tayyor. Hozir aralashtiramiz. Ikkinchi baklashkamizga mana 2 gram tarozda tortib oldim. Soldim. Bunga pipetkada qaranglar. 1, 2, 3 tomchi tashladim. 4-5 tomchi solsanglar ham bo'ladi, podkorniyoga. Bo'ldi, soldik. Yopdik va buni aralashtiramiz. Adashib ketmaslik uchun mana magniy koding qilib bunga yopishtiramiz. Magniy opryskivание qilib bunga yopishtiramiz. Tak, aralashtiramiz. Bu bizga nima beradi? Gullarimizni ildizini 15 kun, 20 kunda mana shu bilan suxoy ko'ringga ozgina quyasizlar. Buni bir oyda bir marta ustidan sepishga ishlatasizlar magniy bilan yodni. Bu bizga nima beradi? Magniy sarg'ayishlarini oldini oladi, uskareniya qiladi, rostlarini, barglarini sarg'ayishi ketishi yoki bo'lmasam jigarning dog'lariga yod bilan birga aralashganda juda ham foyda beradi. Yod bilan aralashganda antibakterialni hisoblanib, baylada qora sarg'ayish yoki qanaqadir hasharotlar yoki bo'lmasam mog'or bosishi yoki bo'lmasam mo'xlada mana shulardan bu juda ham qattiq yordam beradi bizga. Shu narsani tak ildizini 15 kun, 20 kunda ustiga sepishib bir oyda bir marta qilamiz, обязательно. Bu yanada bizga nima deydi? Yordam beradi gullarimizni chiroyli saqlab qolishiga va har xil bakteriyalardan, har xil qurt qumursqalardan yordam beradi yod. Magniy bo'lsa, ildizlarini sarg'ayishi, keyin profilaktika qilishi, mabodo sekin o'sayotgan bo'lsa, bu hammasi magniy organizmida gullarda juda ham saqlanib qoladi va bizga yordam beradi. Agar sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, foydasi teggan bo'lsa, men juda ham xursandman. Like, podpiskani bosasizlar va iltimos qilamiz va kommentariyda o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirasizlar. Rahmat.